Dam g'animat kunlari o'tarlar, rizqing tugab bir kun bitarlar. Yaxshilik qil odam ketarlar, nechun keldik bizlar dunyoga? Ey nurmurat sochgin ma'rifat, yillar topsin haqdan ko'p rohat. Haqqa bo'lsin dildan muhabbat, nechun keldik bizlar dunyoga? Assalomu alaykum she'riyat shaydolari. Bugun sizlar bilan nechun keldik she'rim bilan uchrashamiz. Bu she'rim Mumtoz Sharqona adabiyotimizda divan tuzishdagi murabba uslubida yozilgan. Murabba uslubiga tushuncha. Boblar A, B bo'lib keladi. Har bobning oxirida 4-misra takrorlanib radif o'rnida keladi. Tiroqi 4-5, 9 bo'g'inli barmoq uslubida. Ritm ohang suyishda tekis oqimda bo'ladi. Avvalo tanlangan tema shu uslubda yozilib, xulosa bilan yakun topadi. Mazmun, ma'no, mantiq kishilik jamiyatining baxt saodatiga xizmat qiladi. Men ijodlarimda g'oyibiy muhabbatni kuylash bilan mijoziy muhabbatga ham umumiy millik obrazi orqali o'rin berganman. She'riyat nazmi gulshan olami go'zal olamdir. Unga san'atkorona tus bersa, u yanada go'zal joziba bilan inson qalbiga sayqal ato etadi. Nechun keldik? Erta tongdan haqni demasak, Muhammadga ummat bo'lmasak, to'g'ri yo'ldan to'g'ri yurmasak, nechun keldik bizlar dunyoga? Odam ota havo hurmatin, kitoblarning alo hikmatin, biz qilmasak inson izzatin, nechun keldik bizlar dunyoga? Do'st do'stga sodiq turmasa, chiroy ochib dillar kulmasa, odam zoti guldek bo'lmasa, nechun keldik bizlar dunyoga? Qalbni tutsa nafrat jaholat, ketsa dildan mehr muhabbat, saqlamasak yaxshi odat, nechun keldik bizlar dunyoga? Dam g'animat kunlar o'tarlar, rizqing tugab bir kun bitarlar. Yaxshilik qil odam ketarlar, nechun keldik bizlar dunyoga? Ey nurmurat sochgin ma'rifat, yillar topsin haqdan ko'p rohat. Haqqa bo'lsin dildan muhabbat, nechun keldik bizlar dunyoga? Ushbu she'rim san'atkorlarga tor birla qo'shiq bo'ladigan she'r.